Avgust oyida qanday ob-havo kuzatiladi? Yozning 3-oyi ham iyuldagi kabi issiq kechadimi? Videoda O'zgidromet prognoziga tayangan holda shu savollarga javob beramiz. O'zgidrometning ma'lum qilishicha, avgust oyi quruq va biroz issiq ob-havo bilan boshlanadi. Ilk kunlarda, ya'ni 1-2 avgust kunlari havo harorati respublikaning aksariyat hududlarida issiq holda saqlanib qoladi. Respublika bo'ylab harorat 38-41 darajagacha, janubiy va cho'l hududlarda esa 42-43 darajagacha ko'tariladi va keyin harorat pasaya boshlaydi, taxminan 3-5 darajaga. Avgust davomida kunduzgi harorat asosan 33-38 daraja atrofida bo'ladi. Ayrim hududlarda esa 40 darajagacha yetishi mumkin. Oy oxiriga kelibgina O'zbekistonga salqin havo kirib kelishi mumkin. Kunduzgi harorat asta-sekin 25-30 darajagacha pasayadi. Oyning birinchi yarmida kechalari harorat 24-27 darajani, ikkinchi yarmida 17-22 darajani tashkil etishi kutilmoqda. Avgust oxiriga borib esa 12-15 darajagacha tushishi prognoz qilinmoqda. Ob-havoni ko'rsatib boruvchi onlayn serverlarni ham qarab ko'rdim. Masalan, Toshkent shahrida harorat 35 darajadan 39 gacha chiqishi mumkin. Yomg'irlar esa deyarli yo'q. Xo'sh, avgustda yomg'ir ko'rmaymizmi? O'zgidrometga ko'ra, avgust oyida oylik yog'ingarchilik miqdori ko'p yillik me'yordan biroz yuqori. Ayrim hududlarda esa me'yor atrofida bo'lishi kutilmoqda. Prognozga ko'ra, oyning ikkinchi yarmida ayrim kunlardagina asosan qisqa muddatli va kuchsiz yomg'irlar yog'ishi mumkin. Mutaxassislar ta'bir bilan aytganda, odatda avgust O'zbekistonda yilning eng qurg'oqchil oyi hisoblanadi. Tekislik hududlarda oy davomida atiga 1 kundan 3 kungacha biroz yomg'ir yog'adi. O'rtacha yog'ingarchilik miqdori 1-2 mm ni tashkil etadi. Farg'ona vodiysida bu ko'rsatkich 3-5 mm gacha yetadi. Janubiy va cho'l hududlarda esa ayrim yillari avgust oyida umuman yomg'ir yog'maydi. Nima ham deymiz, bizni issiq avgust kutayotganga o'xshaydi. Issiqdan qanday saqlanishni esa menimcha ko'pchiligimiz o'rganib ham oldik. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling, yoshlar ovozini kuzatishda davom eting.